Oka, sizni mashinangizga bundan boshqa video registrator yarashmaydi. Eng oxirgi modelni olib kelib qo'yganmiz. Tez Q8 bo'ladi. Bitta xarakteristikalarni tushuntirishimdan oldin bu videoni mashinaga video registrator olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Narxidan boshlab ketaman. 520 ming so'm, 512 GB fleshkagacha ko'taradi. Keyin 3 ta kamera bor. Salon ichida kamera bor, oldi kamera, orqa kameralari bor. Zo'r tarafi 4K formatda oldi kamerasi oladi, tinov bo'ladi. Salon bilan orqa kamera 1080 megapiksel bo'ladi. Yana keyin bunda ADAS bilan BSD funksiyalari bor. Slipovoy zonasi bor. Bu ogohlantirib turadi. Mana video registratori chetlari qizaradi. Zo'r tarafi Wi-Fi ga ham ulasizlar. Wi-Fi ga ulab turib, fleshkani olmasdan turib, programmasini telefonga yozasizlar. App Store da ham, Google Play da ham mana QR kodni bit turadigan bo'lsa-da, programmasining nomi shu bo'ladi. Programmadan fleshkani olmasdan turib, ya'ni kompyuterga tiqmasdan turib, shunday onlayn telefondan ko'rib tura olasizlar. Keyin mana bu yoqda hamma xarakteristika bor. Bitta screenshot qolsanglar, hamma ma'lumoti bor. Kelib bemalol do'kondan kelib xarid qilasiz. Xohlasanglar O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Yuraychani bitta qizartirib qo'yib, yaqinligiga jo'natib qo'ying. Video registratori eng oxirgi, so'nggi sifatli model bo'ladi.